Xudoga shukr, hamma kreditimdan qutuldim. Endi faqat o'zim uchun yashayman. Bir kun bo'stonliq, bir kun zomin mazza qilib dam olaman. Qaytib kredit olmayman. Xudoga shukr, qutulganim rost bo'lsin. Men baxtliman Farangiz, mendan baxtli inson yo'q. Uyga borib ota-onamizdan suyunchi olamiz. Xursandmisiz? Yo, albatta xursandman. To'yim bo'lyapti, xursand bo'lmaymanmi? Ketdik. Yoshlar, qayoqqa? To'g'riga amaki? Chiqinglar. Sevishganlar, xursandsizlar? Xursand ham gapmi amaki, baxtlimiz. Keliningiz bilan bir yildan beri sevishamiz. Shu to'yga pul yo'q edi. Shu masala bugun hal bo'ldi amaki. Baxtli bo'linglar, men ham xursand bo'ldim. Qiyomatli do'stim nomiga kredit olib berdi. Shunaqangi qiyomatli do'stlar ko'payaversin. Hozir unaqa do'stlar kamayib ketishgan. Ertagidan mahkam ushla. Otasiga malades, mujik bo'lar ekan. Baraka topsin. Sunnat do'stim, baraka topsin. Sunnat? Ha, sunnat. Familiyasi nima ekan? Bolbekov. Ergashvoy o'lmasmi? Shu. O'sha o'zini nomiga senga kredit olib berdimi? Yo, olib bermoqchi edi. Nomida kredit bor ekan amaki. Lekin masalani hal qilib berdi do'stim. Haligi otasi yaqinda kreditdan qutulgan ekan. Otasini nomiga kredit oldik. Bu bola mendan bo'lmagan. Itvachcha. Amaki to'yga o'ting a? O'sha qiyomatli o'rtog'ing bilan o'ligimga o'tinglar. Hop, voy aylanib ketasizlardan. Mana sen dada. Sen 7 oyda tug'ilgan chala bola emasmisan? Sen o'zi mendan bo'lganmisan? Sen meni o'zi o'g'limmisan? Yo, rohid mehramisan? Dada, nima qildim, dada? Voy dal nimaga o'rtog'ingga meni nomimga kredit olib berasan? Voy, siqilmang, dada, o'tgan hammasi. Voy dal bunaqa qiliqlaringdagi siqilib ketdim. Otib tasha.